Bu videomizni Ozodbek Nazarbekovga tashlab qo'yasiz. Uka, qaysi qo'shig'i? Atrofingda Atrofingda meng nima edi? sarson. Meng sarson. Ular agar ukamizni muzikasi yoqsa aytgani bitta like bosib qo'yasizlar. Agar haqiqatan ham talantli bo'lsa, Ozodbek Nazarbekov o'ziga jo'natib qo'yasizlar. Qani bosingizlar ekan. Poyingda ming yolvorib, ishqim qildimki izhor, sen ham bir bor dil yorib, sevaman deb ayt dildor. Poyingda ming yolvorib, ishqim qildimki izhor, sen ham bir bor dil yorib, sevaman deb ayt dildor. Oshiqlaring qaslashgan osirachida bo'lmaydi, sevaman deb aytmasang o'ksim dilim to'lmaydi. Husning yortar tobodat diyarman qasratda, aytgin qachon bir bora sevaman deb aytasan, sevaman deb aytasan. Zir yugurgan ortingdan shahzodalar juda ko'p, kel o'shalar oldida men g'aribni bitta o, kel o'shalar oldida men g'aribni bitta o. Yaxshi uka. Agar muzikasi endi hali ukamiz yosh, nechinchi yilsan? Yiling nechi? 2007. 2007 ekanlar hali ozgina shogird tushib, kimgadir yana nima edi, taniq qilgan odamga shogird tushsa, polni yo'l yo'rini o'rgatishsa, xudo xolasa ukamizning kelajakda katta maqsadlari bor va katta joylarda ham hali qo'shiq aytishmi maqsad yoki gitara chalishmasdanmi? Artist bo'lish. Artist. Nima degani endi? Xonanda. Xonanda bo'lish, ya'ni qo'shiq aytish. Da. Yaxshi uka. Bos, omadingni bersin, ukamga omad tilab qo'yasizlar.